Assalomu alaykum Farg'ona obzor obunachilari. Xo'p, hozirda biz Farg'onadagi eng sifatli MDF eshiklar ishlab chiqarish sexiga ekanmiz. Videoni ochiq ko'rsalaring sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu yerda juda sifatli bo'ladigan mana shu eshiklarning ichi sasna yog'ochlarda bo'ladi ekan. Videoni ochiq ko'rsalaring to'liq ma'lumot berib o'tamiz xudo xolasa. Bu ichkarida sexlari bor. U sexda ham yasaladigan narsalarni sizlarga ko'rsatib obzor qilib o'tamiz. Videoni ochiq ko'ringlar, shu yerda akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Mana tayyorlanayotgan eshiklarni zakaslar tayyorlashyapti. Mana sasna atroflari ham, ichlari ham. Mana bu tomonda ham yarim tayyor eshik mahsulotlari sizlar aytgan razmerga xudo xolasa tayyorlab berishadi. Dastavka, ustanovkalar xudo xolasa vodiy bo'ylab pastki nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hozir shu yerdagi akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Oxirbek aka, yaxshimisiz? Charchamasdan olyapsizmi aka? Aka, bo'lsa obunachilarimizga mana shu MDF eshiklar haqida ma'lumot berib o'tsa, narxlari, sifatlari, dastavka qana bo'ladi. Xudo xolasa narxlarini olma aka, biz obunachilarimizga kelishtirib qilib beramiz xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Albatta aka. Telefon qilaverasizlar, biz nomimizdan chiqsalaring chiroyli haqida qilib berishadi. Xo'p, mashina boshlaydigan bo'lsa, xo'p. Eshiklarimiz bu mokri rangda, akpalarga ham juda mos tushadi. Akpa romlarga, tashqariga bir-biriga podsvet qilaman deganlarimiz uchun talab-taroqli yangi uslubda. Bu arzon eshiklardan farqini albatta keltirib o'tamiz gap isboti bilan. İçlari albatta birinchi o'rinda to'liq 70% to'liq holatda bo'ladi. Sasna taxtadan bo'ladi. Ichiga qanaqadir atxotlar, kartonlar ishlatilmaydi. Живой mana ovozdan ham ko'tarib ham ko'rsa bilishadi. Yaxshi tomonlari, yaxshi zamoglari, rezinkalar bilan qalin korobkalarda bo'ladi. Asosiysi ishonchli, garantiyali bo'ladi. 5 yilgacha, 5 yildan 8 yilgacha ham garantiyalari bor. Ya'ni hali ko'p joylarda arzon ham sotishadi. Uning ichida to'liq reyka bo'lmaydi, o'sha to'liq taxta bo'lmaydi. Uning ichlari bo'shroq holatda o'zimiz ham bitta tayyorlab sotdik yo to'xtatib qo'ydik. U ishlarni ertaga odamlar yaxshiroq, uzoqroq ishlatish uchun yaxshi sifatlisidan chiqaryapmiz. Albatta ishonchli bo'ladi. Har xil rangda tayyorlab o'rnatib beramiz. Buyurtma asosida bo'ladi eshiklarimiz. Dastavkalarimiz ham bor. Dastavkalarimiz Vodiy Toshkent bo'ylab narxlar ichida bo'ladi, 4 tadan boshlab. 4 tadan boshlab zakaz qilsa Vodiy Toshkentcha olib borib stanovka berib qo'yadi. Vodiy Toshkent tumanlari bilan bo'ylab olib borib o'rnatib beryapmiz chiroyli holatda. Kataloglarimiz bor. Xo'p, qaytagi eshiklarimiz, krashni eshiklarimiz bu obkladni eshiklarimiz. Bu korishnoy rangda, xo'lagi rangda, bu ham krashni eshik. Eng oldi eshiklar bo'lyapti. Fasoni hozir sifatli loyik bo'yoq mahsulotlardan foydalangan holda, garantiyali holda tayyorlab o'rnatib beryapmiz. Bularning orqa eshiklari bilan ichida o'rnatishlari bo'ladi. Narxlarni aytib ketaveramiz. Narxlar 2,5 million so'mdan boshlanadi, krashni eshiklar. Xo'p, ba'da qaytagi eshiklarimiz originali 1,5 million so'mdan boshlanadi. 1,5 million boshlanadi. Bu ruchkasi ham hamma komplekt bo'ladi. Ruchkalari, o'rnatishlari, dastavkalari, nalichkinlari hamma yo'q ichida. Asosiysi ishonchli bo'ladi. Xo'p, bu ham krashni, bu taroqli uslubdagisi. Bu ham 2,5 million so'mdan boshlanadi. Boshlanish narxi, stanovkalari, dastavkalari bilan. Bu laminatli eshigimiz, bu zavodskiy laminatli bo'ladi. Bu postlar bo'lmaydigan, ko'chmaydigandan bu ham. Rossiyskiy MDFdan qilib beramiz. Zavodskiy laminat bo'ladi bular. Albatta. Bu krashni eshiklarimiz nimaga qimmat deganda, eshiklarda misol uchun 8 yil, 5 yil qanaqadir vaqt o'tgandan keyin, chizilib eskirgandan keyin tashqariga olib chiqib bitta seforilsa, yana yangi eshik bo'ladi. Yana yangi qalinligi ham 0,8 MDFdan bo'ladi, qalinligi ham 0,8. Bular ozroq eshiklar, bular laminat eshiklar kraska olmaydi. Shuning uchun bular krashni eshiklarga rasxod ko'pligi, vaqt ko'p ketgan nisbatiga qimmatroq chiqadi, lekin sifatiga yarasha qalin eshik bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz talabiga binoan tayyorlab o'rnatib beramiz. 2 qanatli ham tayyorlab beraverasiz? Albatta. 2 qanatlilar ham, romlar ham, misol uchun mana romlarda ham xohlagan svetda oynalari bilan, oynalarda tanlovi bor. Romlarda ham narxi 1,4 million so'mdan chiqadi, xohlagan rangda oynalarni qo'yib, romlarni ham tayyorlab o'rnatib beramiz. Ichkarida mana krashni eshiklarimizni tayyorlayapmiz aka. Shotlanka eshiklarimizni ichlariga mana shotlankalar tayyor bo'lyapti. Original eshiklar qatorida eshiklar. Bu ham tayyor bo'ldi eshigimiz. Krashni eshigimiz, двойной obkladni eshigimiz.
Bu ham juda ham sifatli, ham arzon narxda tayyorlab o'rnatib beryapmiz. Korobkalari ham qalindan, zamoylari ham yaxshisidan bo'ladi. Asosiysi o'z vaqtida sifatli holatda o'rnatib beramiz. Hali 1 oy 2 oyga cho'zib yuborish yo'q ha? Yo'q, cho'zib yuborish yo'q. O'sha aytilgan narxda, Xudo xolasa. aytilgan kunda narx qo'yish yo'q, kun qo'yish yo'q, xudo xolasa o'z vaqtida tayyorlab o'rnatib beramiz. O'zi bu kraskasi ham sifatli kraskani shekilli. Sifatli kraska, turistik kraskalardan foydalanib, ertaga po'stlar bo'lmaydigan, o'chmaydigan, ko'chmaydigan qilib, tiniq qilib tayyorlab o'rnatib beryapmiz. Xo'p, bunaqa shotlankada qiladigan bo'lsa, narxlari o'zgaradimi hozir? Xo'p, shotlanka uslubda buni oysimoni bor, har xillari bor, kataloglarimiz bor. Buni oynali, yopiq variantda narxlari bir xil chiqadi, narxlar o'zgarmaydi. Oynalarini ham xohlasa o'sha oq oyna, ko'k oyna, yo'dg'iy, tuman oynalar bor. Har xil oynani tanlashsa, oynalari bilan ustunovkalarni qilib beramiz, qo'ldan chiqarib, xudo xolasa. Keyin yaxshi tomoni bu eshiklarda orqa tomonda ashibkalar bo'ladi. Devorni o'rab berish xizmatlari bilan oldindan nalichka, orqada ham nalichkalar bo'ladi. Ularni ham narxlarni ichida qilib beramiz. Misol qilib ko'rsatamiz gap isboti bilan. Aka buni orqa tomonda ashibkalari mana devorda, devorga qo'yiladi panellar. Bu ham MDFdan o'zim material bilan bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Bularni ham devorlar o'rab berish xizmati ham ichida bo'ladi, xudo xolasa. Ichida eshikda narxini ichida kirib ketadi. Eshik narxi ichida qo'shilmaydi. Hech qanaqa narxlar o'ynamaydi. Mana bu tomonda ham shotlankalar bor. Bu tomonda ham bor. Eshiklarimiz bu romlari mana. Bu ham apkalatning romlari bo'ladi. Ha, bunaqa qilsa ham bo'laveradi. Bunaqa qilsa ham bo'ladi. Buni ham mana ochilishlari alohida bo'ladi. Yonida korobkalari bor, ashibkalari bilan. Bu yarim tayyor holati. Bu noldan sepib tayyorlab qo'l mehnati. Shuning uchun juda ham chiroyli chiqadi kirashini eshiklar. Bu tomonda ham shotlanka. Eshiklar shekilda. Ha, bu uzunroq, bo'yi uzunroq eshigimiz bor. Hammasi zakaznoy bular, zakazga tayyorlanyapti. Bo'yi uzunroq eshigimiz shotlankasi, bir qanotliniki. Shuning uchun razmeri kengroq bo'lgan. Bu bo'yi pastroq eshiklarning shotlankalari mana tayyor bo'lish jarayonida. Bular ikkinchi sloy sepildi, jami bo'lib 4 sloy narsa sepiladi. Original loy bo'yoq mahsulotlaridan tayyorlanadi. Bularda hozir qo'l mehnati ko'proqda aka. Qo'l mehnati ko'proq. Shuning uchun o'ziga yarasha juda ham chiroyli bir sifatli eshik tayyor bo'ladi, xudo xolasa bitganida. Bu shunda korobka holati. Bu korobka holati. Soylar shu ko'rsatgan narsam dabor degani, shu yerga soyga qo'yiladi. Devor o'rib berish xizmatlari ichida bo'lganligi uchun korobkalarni soylari bilan tayyorlaganmiz. Hop, mana hurmatli obunachilarimiz, bu mana ishlab chiqarish sifatida bo'ladi, qayerdan olib kelib sotilmaydi. Xo'p, bu eshik necha pul aka, mana shu turgan eshik? Bu eshigimiz 3 million so'mlik eshik bo'ladi. Dubayno apkalatning bo'ladi. Bu ham sifatli loy bo'yoq mahsulotlaridan foydalanganmiz. Eshik ko'tarilganda ham bo'ladi. 30 kilogacha, 30 kilo atrofida bo'ladi bitta eshigimiz. Ichi bo'sh, yengil eshiklardan bo'lmaydi. 08 lik qalin MDFdan tayyor bo'lgan. Har xil rangda tayyorlab beramiz. Kirashli eshiklar podbor bo'ladi aka. Yana ko'rsatish uchun bir nimamiz bor. Obrazetsimiz bor mana. Bu ham kirashli eshikda nimalarda, ranglarda bir ko'rinish qilib qo'yganmiz. Yangicha rang bo'lgan. Yangicha rang. Xohlagan rangida devorda ranglariga, aboylar ranglariga, patolog rangiga moslab tayyorlab o'rnatib beraveramiz. Dizaynerlik xizmati ham ichida ketaveradi. Ichida ketaveradi. Albatta aka. Katalogida bor, xudo xolasa. Kataloglar juda ham keng nimada bor. Rasmlar. Ma'zada aytib o'tadigan bo'lsak, turgan joyimiz Farg'ona viloyati Tashlaq tumani, Tashlaq Yakatutda. Mana bu Yakatut mana to'yxonasi. Bu tomonda shu Yakatut masjidi bor, shuni yonginasida. Pastga nomer qo'yamiz, telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Shunaqa sifatida MDF eshik rom o'qtab yurgan do'stlaringiz jo'natib qo'yasizlar. Xo'p. Aytib o'tganimizdek, aka o'sha arzonlardan farqi shu reyka kam bo'ladi. To'ladi ichida. Ha, korobkasi birinchi o'rinda qalin bo'ladi, sifatli MDF bo'ladi. Buni ham MDF turi ko'p juda aka. Arzondan qimmatgacha bor bizda. O'shaning uchun yana ham to'liqroq aytib o'tay deb, mana ko'pchilik aytadi, "Maytda arzon ekan-u" deydi-da. Maytda qimmat ekan. Shu arzon joyida, ya'ni ichida reyka kam bo'ladi yoki reyka kam bo'ladi, juda ham reyka bo'lmaydi. Hammasini ham birov ishini yomonlash yaxshi emas, lekin o'zimiz ishimizga garantiya beramiz. Albatta sifatiga, kafolatiga, iloji bo'lsa seximizga kelishsa, ishlarimizni ko'rsatamiz, materiallarimizni mana tanishtirib o'tamiz. Har kim o'ziga ma'qul kelganiga qarab, sharoitga qarab qilish bo'ladi, xohlasa. Pastki akalarimizni nomerlarini qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasiz. Xo'p, aka,
necha yildan beri mana shu sohadasiz? Bu sohada 10 yildan o'tdi, xudo 10 xolasa. yildan o'tdi. Ha. Mana Yaqin 15 o'zlarini yil bo'ldi. har bitta ishda o'zini mutaxassisga topshirgan yaxshi. Albatta mana 10 yildan beri mana shu sohada ekan, o'sha 10 yil ichida professional bo'lib ketadi. Bitta sohada odam, shuning uchun qo'rqmasdan zakaz beraverasizlar. Xudo xolasa xijolat qilib qo'ymaydi akamiz. Pastga nomer qo'yamiz, telefon qilaverasizlar.